Ayollarda er bilan munosabat qurishda yoki buzilishda sababning asosiysi ayollik energiyasi tushishida. Ya'ni ayollarda ayollik energiyasi bo'ladi va bu ayollik gormonlarini ishlab beradi. Qachonki biz katta majburiyatlarni bo'ynimizga olib olsak yoki erkak vazifasini olsak yoki umumiy stressga berilib ketgan bo'lsak, asabiylikka berilib ketgan bo'lsak, shu gormonlar ishlashi to'xtaydi. Ya'ni biz rohatlana olmaymiz, qabul qilishimiz yopiladi. Ayol o'zi tabiatan qabul qiluvchi, ya'ni tabiat bizni qabul qiluvchi deb qilib yaratgan va bu jarayon bizda qanday ishlaydi? Biz atrofdagi hissiyotlarni qabul qilamiz, o'zimizda obработка qilamiz va tashqariga beramiz. Tashqariga beramiz deganimizda bizni yoshlikdan beruvchi qilib tarbiyalashgan. Ya'ni eringga xizmat qil, farzandlaringni qara, uy-joyingga qara, osh-ovqat qil, birovga yaxshi daldali gaplar gapir degan narsalar bo'ladi. Bu ayol ruhiyati, ayol energiyasi qachon yuqori bo'lsa, bu narsalarni yaxshi hissiyot bilan bera oladi. Agar ayol energiyasi passiv bo'lsa yoki erkaklik energiyasi ko'payib ketgan bo'lsa, erkakni majburiyatlarini olib olgan bo'lsa, umumiy stressga, asabiylikka kirib ketgan bo'lsa, bu energiya, ya'ni obработка jarayonida hissiyotni olib, ichida qayta ishlab va berish jarayonida energiya passivligini hisobiga qo'rquv va xavotirlar bilan tashqariga beradi. Shuning uchun ham erkakni ishiga ham bu ta'sir qiladi. Nimaga? Chunki erkak ayolni munosabatini ko'ryapti, emotsiyalarini ko'ryapti, ovqatini yeyapti, kiyimlarini tayyorlagan kiyimlarini kiyyapti yoki bir dona masalan yaxshi borib keling degan gapida ham ishga chiqib ketayotganda emotsiyalarini ko'rsatib obработкада beradi. Qo'rquv, hayajonni, xavotirni bersa, erkak kun davomida qo'rquv, xavotir, hayajon bilan ishlaydi. Farzandlar kun davomida shu xavotir, hayajonlar bilan yuradi va uyda muammolar ko'payib ketadi. Agar ayol kishi qabul qiluvchi bo'lsa, xotirjamlikka ega bo'lsa va kerakli energiyani bera olsa, ya'ni quvonchni, rohatlanishni, erkalikni, onalikni, qizchalikni, xursand bo'lishni, rohatlanishni bera olsa, o'zidagi energiyalarni obработка jarayonida, bunda tashqari deyli o'shandan ishonch oladi. O'sha jarayondan o'zida g'urur paydo bo'ladi. O'sha jarayondan motivatsiya oladi, kuch oladi, energiya oladi va qarabsizki, erkakni, ya'ni erini ham ishlari yurishib ketadi. Farzandlari bemalol o'qishlarga xavotirsiz kirishadi, maktablarda xavotirsiz o'qishadi, bilimlar bemalol olishadi, uy ishlarida bemalol birga munosabat qilishadi. Er-xotin, bolalar bemalol o'tirib, bexavotir, xotirjamlikda gaplasha olishadi. Mana shu obработка jarayonida ayol kishi nima beryapti? Qo'rquv, xavotir, hayajonmi yoki quvonch, rohat, motivatsiyami? Uni ko'rib chiqish kerak. Agar ayol kishida blok bo'lsa, kerakli energiyada, buni bera olmaydi. Aynan ildizda blok qayerdan kelyapti? Balki yoshlikda kelingan tajribadir, yoshlikda berilgan bilimdir, mana ota-ona tomonidan e'tiqodlar beriladi. Bunaqa qiz bo'lma, aqlli bo'lmaysan, hammani majburiyatini o'zingga ol, nazorat qil degan qattiq energiyalar berib qo'yilgan bo'lsa yoki shunchaki hayot jarayonida boshqacha e'tiqodlar bilan shakllanib qolgan bo'lsa, blok bo'lib qolgan bo'lishi mumkin va bu xavotir, hayajonlarni berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ayol kishi obработка jarayonida, hissiyotni qayta ishlash jarayonida qaysi energiyani chiqaryapti, birinchi shu narsaga e'tibor beriladi. O'shaning uchun ruhiyatni ko'proq ayol kishi ko'tarsin deydi. Chunki ayol kishi ham qabul qiluvchi, ichida qayta ishlovchi va beruvchi hisoblanadi. Tashqari deyli undan shunchaki motivatsiya olishadi.